Yaxshi. Boshga qarab, bosh. Slow. Hammaga assalomu alaykum. AM kanaliga xush kelibsizlar va bugun sizlar bilan Tomb Raider o'yinini o'ynaymiz. Demak, boshladik. Boshida intros ham bordi, ya'ni kirish sahnalari. U yerini o'tkazib tashlashimga to'g'ri keldi, chunki qo'shiq ham bor edi. Ya'ni musiqa. Bu bilan YouTube avtorskiy prava bersa agar, video uncha yaxshi tarqalmaydi deb aytishgan edi. Shu uchun uzr so'rayman. Bizning bosh qahramonimiz Lara Croft. Kinosini ko'rgan bo'lishingiz kerak. Uzru, lekin menimcha atrofdagilardan boshqa hech kim yo'q. Вниз. Мне нужно вниз. Yo'q, aytdim-ku, bizdan boshqa hech kim tirik emas deb. Ish. Мне будет больно. Yo'q, albatta hozir olovga ketyapmiz, albatta og'riydi. Okey. Kimsasiz orolda yana bosar ekanmiz. Kimsasiz orolda yaralandik. Infeksiyalangan armatura bilan. Bekorga chiqarib tashladi shuni, chunki bilmaydiganlar uchun aytib o'tay. Xuddi shunday biror narsa siqilgan vaqtida olib tashlasa, ichki qon ketish boshlanadi. Bilmaganlar uchun. Факел. Сколько шума. Yoshligimda bir joyni yoqib yuborganim esimga tushdi. Yo'q, adashma, 2 marta yoqib yuborgan ekanman. Bu hozir hazilmas lekin. О, нет. Вдруг он услышал. Черт возьми. Bu xuddi nima deydi? Bilmadim. Xullas qaysi o'yinda xuddi shunday bor edi-da. 6-hissiyotmi? Xuddi shunaqa narsa. Hozir shuni Qoch! Yo'q, ishondimda. Menimcha, lekin bunaqa orolda hech kim, yo'q, kimsasiz degan orol birinchi o'rinda adashman, odam bor ekan. Yo'qsa kim tashib kelardi? Kim olib kelardi? Bizning qahramonimizni bu yergacha. Lekin yo'q, yordam beradigan gapiga ishonmadim. Chunki shuncha latda ko'ralgan oddiy suyaklardan ko'rdik, hayvon suyaklarini. YouTube ban bermasligi uchun aytyapman. Tushunni. Shuncha suyaklarni ko'rdik.
chiqish topish kerak ekan. Chiqishni. Вот опять. Прилив. Надо выбираться отсюда. Огонь. Слава богу. Qo'yish. А это еще что такое? Shularni yo'qib yuborishim kerakmi hozir? Mayli. Ha, aytgancha, yoshligimda ataylab emas, o'zi bilmagan tarzda yoqib yuborgan edim, lekin hozir agar biror kishi o'tin yoq desa agar, xoh ishoning, xoh ishonmang, butun bir gugurt pachkasini ishlatsam ham yoqolmayman. Bu menimcha yo'q. Bu menimcha bitta men bilan bo'lmaydi, yo'q. Shundaymi? Nima qilish kerak o'zim tushunmayapman. Shunga sakrashim kerakmi hozir shunda? Ha. Sakrash kerak u menimcha. Lekin bitta qo'lda vakil ushlab turibmiz. Sakrab olamanmi? Shu bilmadim-da lekin. Ha, yo'q, sakray olar ekanman. Endi tushundim. Endi tushundim. Все это поднимается приливом. Endi itarib yuboramiz. Yo, suv osti minalari ham bor ekan. Надо уходить отсюда. Yo, albatta надо uходить, opajon. Samolyot. Yo, hozir men nimaga hayron qoldim? Yo, albatta chiqishga ozgina qolgan vaqtda. Yo. Chiqishga ozgina qolgan vaqtda har doim shunday bo'ladi. Oho. Bu yer qancha vaqtdan beri o'z ichida buncha narsalarni yig'ilib bo'lsa? Eski samolyotlar mana taxtadan, yog'ochdan yasalgan tushlar. Bizni toshlar ezib tashladi. Qoch. Oba. Ekranni shunchaki jam qopladi. Murabbo. Yo'q. Nima shunaqa sirpanchiq joylarga qo'yishadi, ya? Keyingi lokatsiyalarni. Qani tezroq. Yaxshi. Hozir yana bir narsa keladi, biz tomonga qarab. Yo'q, hozir aytdim-ku. Hozir bu chiqish yo'li ham ketadi, yo menimcha. Ulgurdikmi chiqishga? Ha, ulgurdik, yo menimcha. Ulgurdik.
shuncha halokatga uchragan kemalar. Yo'q, o'yinning nomida mana nima deydi, asosiy ekranda o'qiganim yo'q, shuning uchun bemalol mana shu yerga katta qilib yozib qo'yishingiz mumkin. Shu darajada tentakman-ku. Jahon urushida ishlatilgan kemalar ham bor ekan bu yerda. Oddiy kemalar. Mana samolyot yana. Mana bu yerda tanker katta. Tanker nimaligini bilmasangiz, katta yuk tashiydigan kema. Adashmasam, o'zim ham yaxshi bilmayman. Yana xuddi shunaqa tankerlar. Qayiq, shu qayiq bilan bizni sheriklarimiz kelgan yo'q menimcha. Aytdim-ku. Men aytdim. Men aytganmidim. Ушли вглубь острова. Tushmadim. Yugurish qaysi tugma hozir? Yugurish. Yugurish yo'qmi? Yo'q, yugurish yo'q. Yugurish yo'q yoki Ладно, shift спокойно. bir nechta astrolarga javob beradi. Hozir bir tomonga qarab ketishni boshlaydimi? Yo'q, lekin men ochdan o'sha tomonga ochdan qolib ketsam ulardim, lekin duxim yetmasdi rostini aytsam. Ichkari tomondan chiqib. Что? Shu aytyapman-ku, shu Lara Croft kinosi esimga tushib ketyapti hozir. Hozir ko'rasizlar, ana shu narsa qulaydi 100%, yiqiladi, tushib ketadi, nima bo'lsa bo'ladi. Lekin ana shu narsa mana shu joyda qolmaydi. Mana shu eski samolyot. Aynan men chiqishni boshlagan vaqtda bu ham Давай, давай. qani opajonsiz uddalaysiz, davay. Boshni olga kelib tushadi. Aytdimmi? Men aytdimmi? Yo'q, rostdan ham mana shu mexanikalar qaysidir o'yinni eslatyapti-da. Рюкзак Сэмми. Сэмми! Значит, они прошли здесь. Atmosferasi bilan mana ba'zi mexanikalari Sekironi eslatyapti. Сэмми? Рот! Кто-нибудь меня слышит? Я должна их найти. Хорошо. Yo'q, albatta. Yo'q, bu o'yinni bir mexanikasi ekan, o'zi yiqilishimiz kerak ekan. Menimcha, yana bilmadim.
Yo'q. Shu har doim bilaman-da, fizika qonunlari mana shularga ta'sir qilmaydi-mi? Mana shunday turadigan tog'larga-da, xuddi burgerga o'xshaydigan, faqat tasavvur qilinglar, burger bor, orasida go'shti yo'q. Yo'q, tushunaman, ular katta bir-biriga ulangan, lekin bilmadim. Yoki men shu darajada tupoyman. Есть кто на связи? Ответьте. Opajon, balkim birinchi mana shu yerdagi mana bu olovni yoqarmiz, ha? Va nihoyat. He. Kinolarda ham shunday xuddi istan qilgandek bir donagina yugur qiladi yoki ikki donagina. Ikkita bo'lsa bittasini ham ketadi baribir. Shundaymi yo'qmi? Albatta shunday. Katsenani yutkazib yuborish ham mumkin ekan. Знакомьтесь, перед Buni ham вами yutkazib будущее. yuboramiz. Nima, yara hozir bitdimi shunda, o'zidan o'zi? Нельзя сидеть на месте. Нужно найти какую-то еду. Боже, что здесь происходит? Men nima bo'lganini bilmayman, lekin kamona bor ekan. Стоп. А. Лук мне пригодится. Opa ham ko'rdi. Mana как раз kamon o'qlari ham bor. Mana bu. Mana bu boshqa gap. Xo'sh. Mana shu yerdan sakraymanmi? Xo'sh. Я справлюсь. Yo'q, albatta uddalamasangiz och qolib ketasiz. Oldindan aytib qo'yay. Men ekrandan tashqaridaman. Yo'q, o'ylaydan nimaga qochyapti hozir bu? Bilmadim endi. Посмотрим, в каком он состоянии. Lekin bunaqa orollarda Просто вспомни уроки Рота. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. aqlli gap ekan Ruslan. Я хочу есть. Я должна найти Eshik ochilmaydimi? Mana yana. Ha, opajon, siz yeyishingiz kerak va ovqat topishingiz shart. Какая-то коробка. Кто же оставил их Xo'sh, здесь? yana shu tomonga qarabmi? Yo'q, men hozir o'zimni poynaga bazachamga keldim. Xo'sh. Mana yana kamon uyqulari. Shu birorta qushni otsam bo'lmasmi ekan, ha? Mana masalan. Yo'q, tabriklayman, bitta snaryad shunchaki ketdi.
Past tomondan borsam bo'larmikan, ha? Yo'q. Sharsharani osti ishlarsa. Yo'qmi? Цифры. Какие-то координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Mana bu boshqa gap. Siz ko'rmadinglar, lekin chista hozir ko'zga tekkan. U ham buni ko'rsanadi, lekin ko'zga tekkan. Прости. Opajon, hozir bundan kechirim so'rashmas, hozir urmaslik uchun buni yeyish kerak. Yosh bolalar ko'zimizni yuvamiz. Ko'zimizni yumamiz. Kattalarning aytganini qilinglar. Bu jam. Bu jam. Ya'ni murabbo. Все, пора в лагерь. Tushunmadim, hozir shunda biz xom yeyordikmi? Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой. Qasos olaman endi, mana shu. Yo'q, mana ekan. Adashma, xom yemabmiz. Lagerimiz. Nima bu? Quyon. Yaxshi. The Forestga o'xshab mana o? The Forestga o'xshab o'ljamdan to'liq olib keta olmaymanmi ya? Lagerimni mana shu ana bu yerda deyishyapti. Sizlar buni ko'rdinglarmi? Qanday nagli quyon bular? Agar hozir ko'rasizlar, agar o'shalarga shunday pritselni yo'naltirganimda-ku. Mana shular hozir qochardi. Sekund joyda turmasa qochardi. Yo'q, hozir oldindan o'tib ketyapman. Xuddi men bilan urushga tayyordik-da. Xo'sh. Mana shu. Yoki bumi? Mana bu boshqa gap. Mana shu. Har bitta mana ovimizdan hayvonni ichidan qurolni bir qismini topsak bo'lar ekan. Я Конрад Росс, О. капитан Эндюранс. О. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот, Лара, ты жив? Mana bu boshqa gap. спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Aka aloqaga Темнота, chiqdi. и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? Yo'q, hozir В безопасности? hozir senga endi koordinatalarini aytamiz. Это я во всем виновата. Только я. Лара, Yoki orolni tasvirlab beramiz. Mana shu orolda yashaymiz-ku. бедствие с Эндюранс, прежде чем покинул Yo'q, корабль. Надеюсь, кто-нибудь его придет. biz hozir Мне удалось oroldamiz связаться с albatta. остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Yo'q, opam gapi zo'r bo'ldi lekin. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное помнить, что нужно идти Идти дальше. дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Ratsiyani o'chirmaymiz, lekin biz zaryad degan narsasi ham bor-da. Yo'q, qayerga borishimiz kerak ekan?
Музыка? Yo, rostdan. Muzika qayerdan kelyapti? He, yo'q. Ichkariga kirishim kerakmi? Hozir aytib bir narsa chiqsa bor-ku, o'zimga javob bermayman lekin. Наверное, это и есть проход. Boshqa yo'limizam yo'q endi. Metro Exodus'ni boshi esimga tushib ketyapti hozir. Sakraymiz? Yo'q. Что это за символы? Quyosh, opajon, quyosh. Quyoshligini bilib turibman lekin men. Chunki yosh bola ham buni quyoshligini biladi, chunki yosh bolalar quyoshni shunday chizadi. Bitta minusi Что я делаю? opajon, hozir siz tirik qolyapsiz hozir. О, боже, это безумие. Тут нужно чем-то взломать. Nima bilan opajon, hozir men bu yerni Тут нужно чем-то взломать. hozir men bu yerdan sizga nima topaman endi? Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Nimadir topdik. Shu aksa bu yerni yoqib yuborsam bo'lar ekan. О, нет. Oy. Rosta mana ham ko'nglim ketdi. Rosta. Plastinkani o'chirib qo'yishning iloji yo'q, yoqib yuboray shuni. Chunki yoqmayapti. Qani. Opa. Yo, oddiy suv bo'lsa mayli, lekin kanalizatsiya bo'lsa bor-ku. Ладно. Qaytib keldim. Opajon, mana shu qo'yilgan narsani iltimos o'chirib qo'ying, iltimos. Hozir xuddi sochingiz yonib ketadiganga o'xshayapti-da. Endi hozir o'chirib qo'yish. Odamlar sevmaydigan odam ekan. Им нужно идти по тропинке. Она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Zo'r. Все нормально. Он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Zo'r. Ko'rasan, qizlarning do'stligi o'zi shunaqada. Hozir ikkalasi o'limdan sal bu yerda qolgan. Уже идут сюда. Вот. Shunchaki gap bilan Ну хоть чем-то помог. bir-birini ko'rganligidan xursandligini bildiryapti. Простите, я Матиас. Lekin o'g'il bolalar do'stligi bilan ham qanaqa? Ular bir soat bir-birini ko'rmasa bor-ku. Ko'rishganda xuddi На острове я мало пригоден. 50 yildan beri bir-birini ko'rmagan odamdek, bir-birini sog'inib o'lishga ozgina qolgan odamdek xursand bo'ladi. Солнце. Да, Апимика. Расскажи еще.
Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад Uzr, императрица Пимика была shu владычицей. yutqizib yuboray iltimos. Она любит об этом рассказывать. Пимика. Hozir nima beryapti? Ha. Menimcha shu yutqizib yubormay dedim-a. Yutqizib yuboring deb aytinglarda ana ko'ryapsan, hozir nima bo'lganini bilmay qoldik. Naqd ko'ziga. Naqd ko'ziga. Isbotla bera olmayman, lekin naqd ko'ziga. Bo'ldimi? Bo'yniga tegdi. Ну-ка. Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы... Hozir men bir narsani tushunmadim-da. С тобой было. Shaxsan men Она была здесь. bilmadim. Матерсом. Но я отключилась. А. А проснулась, их уже нет. Bilmadim. Нельзя гулять. Qayerda ko'rganman, lekin Пойти. Стойте, mana shu bir tomonda girchakni oyoq bilan bosib ochish mumkinligini bilardim-da. Кто-то пойдет с Ларой Hozir bu на rikoshet перекрёсток, berib o'ziga а tegishi mumkin остальные edi-ku. разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Brat, Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого endi Майка. kitobga qarab, kitobning ko'rinishiga qarab baho berish kerak emas. Bu narsalar faqat uyingizda o'tib qo'ymasangiz bo'ldi. Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Ну вот, посиди здесь. Я на разведку. Ладно. Lekin chota shu bratga ishonmayapman-da. Неплохо. С чего же начать? Qo'yish. Ладно. Я Лара Крофт, археолог с научного судна Endurance. Yoqish mumkin-ku buni. Yo'q, bizga hozir olov kerak, opajon. Olov, nimaga bilasizmi? Qo'lingizdagi mana shu narsa. Gulxan, fakel. O'zbekchasiga mashar bo'larmidi? Buni menimcha yo'q, qanaqasiga manda bor edi-ku. А что можно? Кирка не видит. Hali. O. Hali kuchsiz ekan bizni qurolimiz. Hali qurolni kuchaytirish ham yo'q ekan bizda. Kerak emas. Мне Menga ham yoqmayapti, opajon. Fikrimiz bir xil ekan. Yo'q, ulgurmadim. Ulgurmadim. Bo'rigim bo'ldi. Balkim ishonmassizlar, lekin Sekiro da shunaqa o'yin bor.
juda ham qiyin. Arog'i men uchun qiyinlik qilgandi. Sekiro degan o'yin bor, xuddi qaysi o'yin desam, Elden Ringga o'xshab ketadi. Aba. Yaxshi. Havoga yo'qotishni uddalayapman. Ikkinchi xatoni kechirmaydi bular. Mana bu boshqa gap. Endi bularni qaytadan chiqarib olishim kerak. Могли бы предупредить о волках, доктор. Yo'q, bu tozaligini bilaman, chunki hozir men buni tozaladim. Hozir mana bu doktor aytayapti. Bu yerda hech narsa yo'q, kelaver deb. Aytayapman-ku, buni men tozaladim-ku. Yana bitta gulxan. Два совершенно разных стиля. Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт! Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Albatta. Может, тут что-нибудь найдем? O'zim katsenalarda gapira olmayman, chunki ma'lumotni eshitishim kerak bo'ladi-da. Нужно найти что-то покрепче. Изображение Шнарли. солнца. Что же это может быть? Солнцепоклонники? Так, этого хватит. Посмотрим, что тут можно сделать. Аматерасу? Возможно. O'sha endi boyagi narsalarni ochilaman. Sandiqchani. Yangi kostyumlar ochilibdi bizda. Yo'q, balkim ochamiz. Opa. Xo'sh. Eski lagerga borib kelaman. Men erinmayman. Men erinmaydigan odamman. Назад! Kelyapti ikkinchisi ham. Mana bu. Apa. Ha. Bu safar men oldindaman. Mana shu tepada uzoqdan nimanidir ko'rgan deb bildim-da, u yoq o'tamda ekan. Ha, nima? Men hozir nima deydi? Apasning joyidaman. Har bitta resurs men uchun resurs, sizlar buni tushunmaysizlar. Meni ahvolimni sizlar hozir bu yerda tushunmaysizlar. Baba. Xo'sh, balkim bu yerda almashtira olaman, ha. Yo'q. Unda bilsa kostyumlar bor deb nega aytding, a? Xo'sh, balki bu yerda almashtira olaman, ha. Yo'q. Yana biri chiqadimi hozir? Shu bir narsa menga yana chiqadi deyapti-da.
Yo'q, chiqmadi. Va men bundan xursandman hozir. Oddiygina bug'u. Ну, Лара, попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Qani? Та женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит... Yo'q, hozir mana shunaqa joylardan yurishga qanaqasiga ko'ngli bo'lyapti-da. Shu men mana bu balkalardan qo'rqyapman-da hozir. Mana bu balka deganim Если только мы qanday сможем qilib выжить. tushuntirsam, mana bu ustunlardan. Невероятно. Это Пимико! Yo'q, bundan keyin hech narsani o'tkazib yubormayman. Начнут возбухать, мочи! Chunki aytganimdek hozir hech narsani tushunmay qoldim. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогай ее! Не смей! Лара, беги! Yaxshi. Окружите! Окружить! Guruhdoshlar opani himoya qildi. Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Эй, приведите Только не пленницу! звука. Уже иду! Yashanish kerak endi. Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех! Xo'sh. Hozir endi quyon qilish kerak bu yerda. Кто там? Yo'q, hech kim yo'q. Ее Ищи ее! Там! Shu orqasidan borib shunday Боже. bez bilet narigi dunyoga jo'natish mumkin emasmikan, a? Yo'q, qo'li bog'langan ekan-ku. Opani qo'li bog'langan. Сейчас не хватает людей. Ладно. Что видишь? Здесь чисто! Поднимаемся выше в гору! Ish qilib ko'rib olmasin hozir shu yerda. Чё, думаешь, прячешься, кукла? Решила со мной поиграть. Yo'q, opachim o'tirib oling, iltimos. Hozir topib oladi. От меня не Вот пока уйдешь. Aytdim. Выходи давай. Yo'q, boyagi doktor qani? Я всех всегда нахожу. Yo'q, bu o'ldiryapti. Эй, ты! Выходи давай. Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Ты тоже бойкая. Mana bu boshqaga qulog'ini uzib tashladik. Шалава! Убью тебя! Убью! Xo'sh. Bizni uzib tashlashdi. Bu yomon. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Ты тоже бойкая сучка. Ах ты, сука! Шалава! Убью тебя! Убью! Xo'sh. Qani, qoshga qarab, qosh. Mana qo'yadi.
3-chi martada. Juda ham zo'r. O'q qolmadi shu yerda. Men 100% kafolat beraman, boyagi doktor taslim bo'lgan. Basharasidan ma'lum edi. O'zi taslim bo'lgan. Shunday qurolni yerga tashlab yoki o'zini o'zi otib qo'ygan. Ikkita variantdan bittasi. Menimcha shu bratni miyasi opani og'ziga kirib ketdi-da. Katta ehtimol bilan shunday. Ha, kamonimni yo'q. Hozir xohlasam bu degani jang qila olmayman. Yaxshi. Yaxshi emas, yomon. Juda yomon. O, magazin. Вот еще одна! Взять ее! Вперед! Она мертва? Не знаю! Yo, Давай! Выходи оттуда! tushmadim hozir nimaga? Пушка! O'sh. Slow-mo. Не подходи ко мне! Подберись к ней! От меня не спрячься! Naq ko'ziga. Yo, uzr. Ko'ziga tekkan yo'q, umuman tegmadi. Что нашел? Xo'sh. Там! Убить ее! Встретить ее! Да ты сдохни! Yo, nima buni spetsialniy benzin bilan tayyorlab qo'yganmidi? Yoqib yuboramiz deb. Xo'sh, sakraymiz. Yana patronmi? Ha, yana patron. Bu yaxshi, tayyorlab qo'yamiz. 50 ta. Juda ham zo'r. Проверьте все хибары! Xo'sh. Эй! Эй! Нашли там еще кого-нибудь? Огонь мог подходить к тебе! Zo'r. Ish endi gapirmasin-da. Hozirga gapirsa bo'lib qolishi mumkin. Agar uy mexanikasi bilan yurayotgandek bo'lsa. Opa. Что здесь у нас? Бумажник, разрезанный телефон. Дрянь, как всегда. Что, опять танки? Нет. А? На помощь! Yaxshi. Все в порядке? Yo, brat, ikkita sherigisi o'ldirdim. Lekin hammasi joyida. Men uchun. Yo'q, men kutgan joy kelma. Черт! Xo'sh. Чувствительность. Yo'q. Takizimki yaxshi. Mana bu normalniy endi. Tak. Bu yo'q. Dan bizda bor.
Qurolga Лара, ты на связи? Да! Qurolga yangi Я aksessuar вижу дым из topdik. развалин. Ты в порядке? Боже, Род, это кошмар! Тут убивают Что? Кто? люди. U bratdan ham xabari yo'q ekan. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Yo'q, albatta, brat, oson emas bu. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Род. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Kamon uyqu ham tuyulgan. Tepaga chiqadigan yo'l bo'lgan ko'rinishni sinab olganim ma'qulmi? Kamon qo'yib bizda to'lang yana bir marta. Лагерь. Ночной кошмар прекращается, когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет. Не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в Манусор. порядке. Надеюсь, Qanaqa narsa они в topdim порядке. Я не знаю, что здесь происходит, но сейчас важно только одно. Род должен найти способ вернуть нас домой. Zatvor yoki boshqa yo'q. Yaxshisi magazin. Oxirgisi nima? Kiyimlar. Ovchi kiyimi. Ko'raylik qanaqa. Yo'q. Bunga malzama. Bu tomondan bittasi ochiq ekan, ikkala tomoni ham bir xil olib ketmoqchiman. Xo'sh. Buni ko'ramiz. Oho. Bu yaxshigina ekan, lekin bunisi kiyim. Birinchi letmi? Tushmani bu qanaqa kiyim edi hozir? Ha, partiyan kiyim. Alpinist. Bunisi ham yaxshigina ekan. Agar boshqa yaxshiroq bo'lmasa, xuddi shuni tanlayman. Portlatuvchi. Yo'q, uniforma ekan bu. Oh. Mana shunisi yaxshiroq ekan, lekin mana shu yoqda. Oho. Video 53 minutdan beri ketayotgan ekan. Demak, hurmatli tomoshabinlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, agar video sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosishingizni so'rab turgan bo'lardim. Agar videolarim manzur bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysangiz, o'tkazib yubormaysiz. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, sizlarga xabar boradi. Demak, hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Hammaga xayr.